Assalomu alaykum. Bizni YouTube kanalimiz kuzatuvchilari Yassa Motors yana YouTube'ga kontent qilishda davom etmoqda. Xudo xolasa sizlarga bugun bizga kelgan eng so'nggi rusumdagi va eng so'nggi yildagi Lochin mototsiklarini sizlarga to'liq tanishtirib, obzorini qilib beraman. Undan oldin esa bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, sababi ushbu videoni ko'proq odam ko'radi. Like tugmasini bosish ham esingizdan chiqib qolmasin. Hozir sizlarga bizdagi eng zo'r, eng zamonaviy, eng so'ngida chiqarilgan haqiqiy Lochin ajdarlarini to'liq sizlarga obzorini qilib beraman. Like bosib kuzatib boring. Aytgancha hurmatli obunachilar, biz Lochin kompaniyasining Samarqandda yagona bo'lgan rasmiy diler hisoblanamiz. Ko'rishingiz mumkin, reklama bannerlarimizda ham rasmiy diler deb yozilgan. Faqat reklamani rangiga e'tibor bermaysizlar, ozgina o'chib qolgan. Xo'p, endi mototsikllarimizni obzoriga o'tsak, bizda juda ham katta assortimentda mototsikllarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Assortiment juda ham katta. Xohlasangiz mana bunday kvadrotsikl, xohlasangiz mana bunaqa noviy dizayndagi Lochin mototsikllari, mana bunaqa kabinkali variantda mototsikllarimiz bor. Kvadrotsikillarda mana bunaqa variantlardan bor. Ko'rishingiz mumkin, bizda assortiment juda ham katta. Xo'p. Hozir mototsikllarimiz sal tartibsizroq taxlangan. Birma-bir, xudo xolasa, necha tonna yuk ortishi-yu, bortining hajmi qancha, motori necha kubalik, barchasini ushbu video davomida ko'rsatib boraman. Xo'p, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, biz obzorni boshladik. Birinchi navbatda turgan mana shu Lochin kompaniyasida ishlab chiqarilgan seriya rangdagi ushbu mototsiklimizni obzorini boshlayman. Vilkalari 60 lik bo'ladi, qo'shni ramali suyuqlik sovutish tizimi bilan, ya'ni radiator bilan sovutadi. Bort qismiga keladigan bo'lsak, bort qismi 220 ga 1.35 hisoblanadi akalar. Mana bunaqa qovurg'ali variantda. Motoriga keladigan bo'lsak, motori 200 kubalik bo'ladi. Panejinli funksiyasi bor. Yuqorilarga chiqilayotganda ushbu funksiyamiz bizga yordam beradi. Bundan tashqari mana bunaqa tepkili variantda, ya'ni kalitga yurmay qolsa, bemalol tepki bilan yurgizsangiz bo'ladi. Xo'p, bizning ikkinchi obzorimizda noviy dizaynda ishlangan, ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli turibdi. Lochin mototsiklimiz bo'ladi, rangi ko'k rangda. Vilkalari 63 lik bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Voh, pastdan ham juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Bort qismiga keladigan bo'lsak, ushbu Lochin mototsiklimizning bort qismi 1.35 ga 2.40 hisoblanadi akalar. Panejinli funksiyasi bor. Motori 200 kubalik bo'ladi akalar. Ushbu Lochin mototsiklimizga 2 tonna bemalol yuk ortsangiz bo'ladi. Palojnasida 2 tonna deb yozilgan. Boshqa mototsikllarda 200 kubalik motor va bort qismi mana shunaqa hajmdagilarga 2 tonna yuk ortish palojna berilmaydi. Xo'p akalar, shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Biz, ya'ni Yassa Motors jamoasi Samarqanddagi yagona rasmiy diler hisoblanamiz va bizdan, faqatgina bizdan Lochin mototsiklarining barcha turini zavod narxida xarid qilishingiz mumkin. Bir dona pasport evaziga Turonbank orqali ham kreditga chiqarib beramiz. Xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz mahalla hokim yordamchilari orqali ham 20 minut, uzog'i oshib borsa 1 soat ichida mototsiklni minib olib ketaverasiz. Xo'p, bizdan navbatdagi obzorimizda ushbu Lochin kvadrotsikli bo'ladi. Turishini qarang buni. Juda ham boshqacha ishlangan. Oldida mana shunaqa libotkalari bo'ladi. Light faralar qo'yilgan, balonlari mana shunday, tishlari 5 sm gacha tishlari bo'ladi akalar. Xo'p, oldi qismiga o'tamiz. Mana shunaqa gidravlikali rullar, mashinaning rullaridan qo'yib qo'yilgan, o'rtasida mana shunaqa signallari bor. Tablolari yonadi, tablo yonganda ham
tunda ko'zga ozor bermaydigan, ya'ni ko'zni qamashtirmaydigan tablolar hisoblanadi akalar. Pоворotliklari mana shunday yonboshda faralarini xuddi mashinada qanday yoqilsa, bunda ham xuddi shunday bo'ladi akalar. Motori 300 kubalik bo'ladi. Buni ham mana shunday tepkilari bo'ladi. Bemalol tepki bilan yurgizsangiz bo'ladi, kalitga yurmay qolgan vaqtlarida. Akalar, shu joyida bitta narsani aytib o'tib ketaman. Gaz oyoqda bo'ladi, tormoz gazni yonginasida joylashgan bo'ladi akalar. Nuftasi esa bu tomonida, ya'ni chap tomonida nuftasi bor. Bu oldinga, orqaga yurish uchun skorost hisoblanadi akalar. Xo'p, bort qismiga keladigan bo'lsak, borti qo'rg'ali bo'ladi. 1.30 ga 2 metr bo'ladi akalar. Bort qismi ko'rishingiz mumkin yuqoridan. Mana bunaqa o'tiradigan joylari juda ham qulay, koja materialdan, issiq kunlarda terlamaydi akalar. Oldin qismi juda ham mustahkam bo'ladi akalar, buni qarangizlar. Faralari juda ham chiroyli yonadi. Instagram sahifamizga ham xuddi mana shu Lochin motosiklimizda obzorini qo'yganmiz. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Kichikcha Yas, pastki chiziqcha Sam, yana bitta pastki chiziqcha Motors deb yozsangiz, Instagramda bizning sahifamiz chiqib keladi akalar. Xo'p, akalar, hozir mana shu yerda barcha motosikillarda obzorini bitta videoga joylashtira olmayman, sababi videomiz soatlab bo'lib ketadi, ya'ni 1 soatlik, 2 soatlik kino bo'lib ketadi. Shu sababli hozir mana shu kvadrotsiklgacha bo'lgan motosikillarimizni tanishtirib o'tdim. Bizda hali assortiment juda ham katta. Bemalol kelsangiz bo'ladi yoki pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib tashrif buyursangiz yoki to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Manzilimiz aynan hozir mana shu filialimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shahri, ya'ni Parsezda Narimanga yetmasdan Parsezda Chelak bilan Narimanni o'rtasida joylashgan akalar. Kelaveramiz Yassam Motorsga. Bizda undan tashqari mana shunday motokultivatorlarimiz ham bor. Hali bularni alohida video qilib chiqaramiz. Xohlasangiz 7 talik, xohlasangiz 9 talik variantlarda topishingiz mumkin. Xo'p, akalar, xullas men videomni yakunlayman. Undan oldin esa filiallarimizni aytib o'taman. Butun Samarqand bo'ylab 5 ta tumanda filiallarimiz bor. Ishtixon tumani, Payariq tumani, Nurobod tumani, Tayloq tumani, Urgut tumanlarida bizda filiallarimiz bor. Bemalol ana shu yerda, mana shu yerdagi assortimentdagidek mototsikllarni u yoqda ham topishingiz mumkin. Xullas akalar, pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilamiz agar sizga mana shu Lochin mototsikllari haqida to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa. Xullas, shunaqa gaplar. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yassamga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'ying.